Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar, YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan demak majburiy matematika savollaridan 10 ta savol yechimini ko'rib chiqamiz. Tenglamani teng yeching deb so'ralmoqda dastlabki misolda. Buning uchun dastavval 2 ni qavs ichiga ko'paytirib olamiz. Ya'ni 2 ni 2x ga ko'paytirsak 4x minus 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 minus 2 teng 3x ga. Endi bu yerda 4x minus 8 teng 3x ga. X topishimiz uchun 4 ta x dan ayiramiz 3 x ni 8 ni tenglikni o'ng tomoniga olsak plus 8 bo'lib o'tadi. Shunda x teng 8 ga hosil bo'ladi bu. A javobda keltirilgan. Endi keyingi misolimiz to'g'ri to'rtburchakning perimetri 100 cm ga teng bo'lsa x ni toping deb so'ralmoqda. To'g'ri to'rtburchak perimetrini topishimiz uchun ikkita tomonni qo'shib, demak 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Endi 2 ko'paygan qo'shadigan bo'lsak 10x minus 10 teng bo'lar ekan, demak 100 ga. Natijada 2 ga bo'lib yuborsak 10x minus 10 teng bo'ladi 100 ni 2 ga bo'lsak 50 ga. 10x teng bu yerda 60 hosil bo'ladi. 10 ni 50 tomonga plus qilib o'tsak x ni qiymati 6 ga tengligi kelar ekan. Bu C javobda keltirilgan. Xo'p, keyingi misolimiz hisoblangan 1 dan 9 gacha sonlar yig'indisini toping deb so'ralmoqda. 1 dan 9 gacha sonlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, jami 45 ekanligi kelib chiqadi bu. B javobda keltirilgan. 14-chi demak misolimiz bu masala seyf po'lat sandiqning hajmi 1 metr kubga teng. Bu seyfning demak 250 cm kub hajmiga teng bo'lgan qismida buxgalteriyaga 450 ming cm kub hajmiga teng bo'lgan qismida esa direktorga tegishli bo'lgan hujjatlar saqlanadi. Bu seyfning qancha hajmi bo'sh qolgan deb so'ralmoqda. Demak biz dastavval 1 metr kubni demak santimetr kubga aylantirib oladigan bo'lsak, jami demak 100 santimetr kubni demak kubga ko'tarishimiz kerak. Natijada 100 ni kubga ko'taradigan bo'lsak 1 million santimetr kub hosil bo'ladi. Endi 1 milliondan ayirib tashlashimiz kerak shu ikkovining yig'indisini. Demak 1 million santimetr kubdan ayirib tashlayman. Ikkovini qo'shadigan bo'lsam jami demak 700 ming hosil bo'ladi. Ayirsak 300 ming santimetr kub demak bo'sh qoladi. Bu bizda A javobda berilgan. Xo'p, 15-misol hisoblashga oid misol. Noto'g'ri kasrga o'tkazib olsak, ya'ni noto'g'ri kasrimiz 4 taqsim 3 ko'paygan 5 taqsim 4 ko'paygan 6 taqsim 5 ko'paygan 7 taqsim 6 ko'paygan. Xo'p, demak 8 taqsim 7 ko'paygan va oxiri 9 taqsim 8. Endi bu yerda 4lar qisqarsa, 5lar 6, 7, 8 va hokazo qisqarib ketsa 9 taqsim 3 natija 3ligi keladi. Bu C javob ekan. Xo'p, 16-misolda 10 ta turli ko'ylakdan birini ko'pi bilan necha xil usulda tanlash mumkin? Aynan shunaqa misol tushib qolsa, o'ylanmasdan 10 ni belgilab ketaveramiz. Yana 10 ta ko'ylakni 10 xil usulda tanlasa bo'ladi. Xo'p, 17-misolimiz 1 million 540 ming so'mning 20% ni toping deb so'ralmoqda. Buni juda oson usulda ko'rsatib beraman. Ya'ni 1 million 540 ming so'mni ko'paytiramiz 20 ga va bo'lamiz 100 ga. Natijada ikkita nollarni qisqartirib yuborsak, bizga hosil bo'lar ekan 308 ming so'm. Bu A javobda berilgan. Xo'p, 18-misolda 30 metr uzunlikdagi mato 2:3 nisbatda bo'lingan kichik matoning uzunligini toping.
Demak 30 metr matoni 2 3 nisbatda bo'ladigan bo'lsak, 2x plus 3x qilib qo'shib olamiz. 2 3 nisbat bo'lgani uchun tenglaymiz shuni 30 metrga. Natijada 5x teng 30 ga x ning qiymati 6 ga tengligi hosil bo'ladi. Bizdan kichik mato deganligi uchun 2x ni topib qo'ysak yetarli. Bu 12 ga teng ekan. Bu da javobda berilgan. Asos yuzi 18 detsimetr kvadratga teng. To'g'ri burchakli parallelopedning balandligi 12 detsimetrga teng. Uning hajmini toping. Hajm V bilan belgilaymiz, ya'ni S asos yuzini h balandlikka ko'paytiramiz. Yuzamiz 18, balandligimiz 12 berilgan ekan. Endi 18 ni 12 ga ko'paytirib qo'ysak yetarli. 180 ga demak 36 ni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 12 kira 18 210 6 bu javobda berilgan. Va oxirgi misolimiz chizmadagi minus b va b'lar b0 dan b1dan katta sonlar uchun quyidagi qaysi biri to'g'ri deb so'ralmoqda. Endi son o'qib berib qo'yibdi bu yerda. 0 dan o'ng tomonda musbat sonlar, chap tomonda esa manfiy sonlar berilgan. Demak, birinchisida o'zaro qarama-qarshi sonlar berilgan. B bilan minus b albatta o'zaro qarama-qarshi, bu to'g'ri. O'zaro teskari sonlar berilgan, bu xato. Bu sonlar ko'paytmasi 1 ga teng. Ikkita manfiy sonni ko'paytiradigan bo'lsak, bitta musbat bitta manfiy sonni ko'paytiradigan bo'lsak, demak manfiy chiqadi. Bu 1 bo'lmaydi, bu ham xato. Bu sonlar yig'indisi 0 ga teng. Haqiqatan ham demak minus b ga b ni qo'shadigan bo'lsak, bu 0 ga teng bo'ladi. Bu ham to'g'ri. Bizda birinchi va 4-chi javob to'g'ri ekan. Bu C javobda keltirilgan. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va mening kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.